Men guvalıq bəyçi Abdurrahman Sattar. Men Qashqar shahar davlat bag'iza Bağçı O'ltiraq rayonidan. Men bundan 2 oy burun oilaga urug' tuqqanlarim uchun guvalıq bergan, hozir vatan qilib qolgan birodarlarim uchun guvalıq bermoqchi, do'stlarim uchun. Bu Said Inayatullah Muhammad Ali. Bu ağayım bo'lsa Qashqar shahrida Nungshin yezigilik mahsulotlarini chet elga import qiladigan, eksport qiladigan shirkat qurgan bu ağayım yarmankaga chiqqan jiq davlatlarga, sayohatga chiqqan, Amerikaga sayohatga chiqqan bu ağayım. Bu Amerikaga sayohat chiqqandagi tushgan rasmi. Bundan jiq rasmlar bor. Hozir men bu rasmdan birini chiqardim. Bu ağayımniki hozir taxminan 3 oydan oshdi. Hozir aloqasini qilolmaganda shu Urumchiga o'yilib, Urumchiga yenib chiqqan bu ağayım shu Urumchidan tutilib ketdi degan xabar keldi. Shuningdek mush ağayım uchun men guvohlik beryapman hozir. Bu ağayımniki oilaviy bo'yicha hozir hech qanday aloqasi yo'q. Bu ağayımniki bu adresi Qashqar shahar Qumdarvoz rayon Qo'noq bozori mahallesida. Bu ağayımniki ailesidagi akilari va akilari 4 akisi bor. Bu akisidan hech qanday xabar yo'q. Hozir 2 akisining ismi yodimda bor ekan. Bu akisining cho'ng akisining ismi Abduqodir Muhammad Ali. İkinci aksininki Nasican Muhammed Ali. Onunki başka yani bir inisi yani bir aksi vardı. Bu tuqqanlarınki isimleri yadımda yok. Bu ayalınki ismi Raile. Ayalının ismi Raile. Bu ayalınmış urug' qaldim mı? Balları var. 3 balası var. 2 o'g'il bir qiz. Bu oldu mu hech qanday xabari yo'q. Bu urug' tuqqanlardan mu? İkincisi bu Tursuncan Bekire. Bu ağayım Gollandiyada o'qigan inson shuni sıqda o'qigan bu ağayım. Şu an o'qib kelib Beijingdan xizmat chiqsa qilmay bu ağayım shu Urumchi oilasi cho'ng terchida Qashqar shahriniki butkul shu O'shkin oiladan Qashqar shahrining o'zidan shu terini yig'ib Xitoyniki ichki o'lkalarga terini setib qiladigan ağayım bu. Bu ağayımning oilik urug' tuqqanlaridan hech qanday urug' tuqqanlari xabari yo'q. Bu ağayımniki inisiniki balının çoğunay bu ağayım. İnisinin ismi Allahbadi Bekire. İkinci inisinin ismi Ahmetcan Bekire. Üçüncü inisinin ismi Mahmutcan Bekire. Dördüncü inisinin ismi Mehmetcan. Bu Mehmetcan Alim degan mava tağısınınki oğlu. Bu oldu mu hiç qanday xabari yo'q. Bu normal ticaret qiladigan tinch aile bu aile. Bu aile boyunca bu ayolimi 2017'de 4. ayda tarbiyalash lageriga isir ketdi deb jazo lageriga. Shuna xabar kelgan. Shu hozirgi aytganimdek bo'lgan ailelikdan bu ağayımdan hech qanday xabar yo'q. Yana birisiga bu Abdulkimjon. Bu telefonchilik tijorat qiladi. Telefonni Qashqar telefon bozorida bu odamni tonimaydigan odam yo'q. Hamma odam taniydi. Cho'ng telefon tijorat qiladigan. Bu akimizning kimi oila bo'yicha tutib ketaylik. Bu inileri var bir aksi, inisi. Ben bunun ismini hazır tanıştırıp etmekçe. Abletçe Yasin, bu aksi. Abdurrahman Yasin, bu inisi. Abdülkuyumcan Yasin, bu inisi. Bu Abdülkuyumcan'ınki oturaş təvəlliki Qashqar shahar Qumdarvoza komiteti oturaqlıq. Hazır buladımı hech qanday xabari yo'q. Mushularniki hayotmi, o'likmi hozir hech qanday xabar bo'lmaganlikdan jazo lageriga isirib ketganlikdan men bo'ldi ensirab mushuning ustidan bir guvohlik beray deb hozir guvohlik berdim.